Hammaga assalomu alaykum, tuzukmisizlar? Mana xudo xolasa ishdamiz deydi. Ishga chiqib oldik. Mana Yandex ham yomon bo'lmayapti. Mana taksini men bitta narsasiga hayron qolyapman. Hech qachon ko'rmaganman. Nima ham temadan qaraydi. Kapsentni qaranglar, kapsentni. Ko'rganmisizlar shunaqa kapsent yonganda? Tarifni qarang, yoqib qo'yganman boya bir 15-20 minutdan beri Comfort Pro hammasi yoqib. Zakaz yo'q. Komfortini ham yoqib ko'ramiz. Hani zakaz tushar ekanmi deydi. Komfort bo'lsa hozir tushardi sirazi. Zakaz bo'lganda. Yo'q, cho'ta zakaz kapsent ko'tarildi. Endi bu yog'i ko'ramiz, qani bugun ishlab ko'raylikchi. Lekin yomon bo'lmayapti mana. Chiqib 3 ta zakaz qildi. 3 tasidan 300 ming bo'ldi. Yomon emas, qani ko'ramiz. Turkum va qanday bir kunda chiqib ketadimi yo'qmi? Kuzatib borishda davom, like, podpiska.